Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana YouTube kanalimizga yangilikni qo'yishni boshladim. Juda ham gigant skuterlarimiz chiqqan, xudo xolasa uni ko'rishlaring mumkin. Vashi bomba, O'zbekistonda yangilik bular. To'liq zaryadda 80 km indamay yuradi. Nima deyapti? Qarang, voydod. Tayling skuterlarimiz mana O'zbekistonda nomer 1 skuterlarimiz. Kimga kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga o'tib shunday obuna bo'lib olasizlar. Bola o'z kompaniyasi bilasizlar, doim yangilikni qo'yib boradi. Manzilni bilasizlar, Qo'qon shaharida ichida. Akkumulyatorlar kerak bo'lsa, akkumulyatorlar ham bor. Zapchastlar ham bor. Mana zapchast servislarimiz ham bexijolat bor. Nima kerak bo'lsa, Motorolni любой narsasini to'p beramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. O'zbekistonda yangilik mana Bodo kompaniyasi ish faoliyatini boshlagan. Ajoyib narsalar, yangiliklar juda ham ko'p, mana ko'rishlaring mumkin. 300 kilolik, 1 tonnali motorollarni juda ham aksiya narxida qilib o'rganman. Hali uncha kompaniya bunaqa narsalarni qila olmaydi. Qarang, turishini qarang, motorollarimiz $1000 boshlanadi. $1,500 bor motorollarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Hozir Qo'qon shahar Novoy ko'chasida Tabobat klinika oldida ham bor. Qo'qon shahar Dang'aradan kirib kelishingizda Islom mana Marvarid magazinida oldi. Katta. Buni bilasizlarmi, O'zbekistonda Yulduzimon va xalq artisti tovuq fermalariga olib minib yurganlar. O'sha modellar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, mana xudo xolasa. Modellarimiz ko'p. JMP Islami, Sonmishni batareykaliklari ham bor. YouTube kanalimiz video qilib turgan bo'lsa, shuni o'ta obuna bo'lib bo'lasizlar. YouTube kanalimizga xudo xolasa yangiliklarni qo'yishdan to'xtamaymiz.